Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube kanali ishqibozlari. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Do'rman MF'damiz. Abada Kids degan magazinga kelganmiz. Bugun skuterlar haqida obzor qilib o'tamiz. Bizga unda Farhodjon yordam beradi. Obunachilar, bugun skuterlarda xatoliklar to'g'risida gaplashamiz. Bizga bunda Farhodjon yordami kerak. Farhodjon, yaxshisiz? Farhodjon, birinchi skuterimiz haqida ma'lumot bersangiz. Drongo skuter ekan. Drongo firmasining skuterlari ekan. Buni qulayliklari va olishda birinchi o'sha skuter haqida ma'lumot bering. Olishda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Skuterimizda avvalambor akkumulyator eng asosan akkumulyatorga va ular mana hozirgi holatda prava nomer so'ralmaydigan va 2026-yil yangi paketdagi skuterlarimiz kelgan. Ularda hozir avvalambor maqsadga qarab skuterlar tanlashni asosiy Birinchi qaraydi, hurmatli obunachilar. Birinchisi prava kerakmi, kerak emasligini so'rab olish kerak ekan. Ikkinchi, o'sha nima sohaga ishlatish kerak. O'sha sohasi bo'yicha olinsa maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Birinchisi mana uch ballonli skuterlarimiz bir kishilik bo'ladi, ikki kishilik bo'lishi mumkin. Nevaralar savol qilsa ham bo'ladi. Shunaqangi holatda skuterimiz bunda linear oldiga orqaga boradi. Oldin yuqorilari bor. Bunga 3 kishi o'ynaydigan shunaqa uch ballonli skuter. Videoda ko'rsatib qo'yishimiz bo'ladi. Oldin motor operatorni yaqinroq qilib olib ko'rsating. Nevarasini ham oldiga qo'yib olsa bo'lar ekan. Bu tarafda o'zi, orqa tarafga bemalol o'sha 3 kishilik joy bo'laverar ekan. Bularda kattalarga, hayvonlarga, erkaklarga olib qo'yadigan shunaqa holatda oldida narsalar ham bor ekan. Bemalol olib ishlatib ketaveradi. Buni biz narxi 6.300 ming. Buni 6.300 ming so'm beramiz. 6.300 ming ekan, hurmatli obunachilar. Kamaytirib berasiz? Kelishadigan xonasi bor. Kelishadigan xonasi bor. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor ekan. Bunisi bular shunday modellar, shunday modellar. Bular bor. Hamon bor. Bu ham shunaqangi nomer prava so'ralmaydigan. Bu ham nomer prava so'ramas ekan. Bemalol. Bular 7 yoshga 5 yoshgacha ketaveradigan modellar. 7 yoshgacha ham minsa bo'laveradi modellar. Ular narxi 3 million so'm. 3 million so'm. 2 million 800 ming so'm hozir 2 million 800 ming so'm beriladi. Hurmatli obunachilar, endi buni razmerli sakadiskali bo'ladi. Bular stormizli, kuz kontrolli funksiyalari bor. Bular bakimlari, kaska, jiletlari, yong'inlilari qo'shib beriladi. Ilhom dastavkalarigacha. Zadniga yuradimi? Bu zadniga yuradigan rejimlari bor. Rejimlari bor ekan. Akkumulyator nechtalik? Akkumulyator 5 talik bo'ladi. 5 talik. 26. Yangi. Aytilgan kilometr chiqarib beraverar ekan bemalol. Bunisi juda chiroyli ekan. Yaqindan ham olishingiz mumkin. Buni shu holatdagi nima qulayliklari bo'lsa bunda ham bor. Bunda hozir bu ham 5 ta akkumulyatorli, alohida o'sha dizaynga ega. Bunda ham kaska, jiletlari, yong'inlilari hammasi bor ichida. Bunda qulayligi yana ularga nisbatan olsa ham bemalol bo'laverar ekan. ikkita o'rinli bo'ladi. O'rinli bo'lar ekan. Uzoq yo'llarga juda qulay bo'lgan skuterimiz hisoblanadi ekan. Hozir narxi qancha? Ularimiz 4 million 800 ming so'm narxini beramiz. 4 million 800 ming so'm kabi bor ekan. Xo'p, bunisi-chi? Xo'p, bunisi aytganimizdek, albatta, aytganimizdek, hali maqsadga faqat oladigan modellardan bittasi shular. Qanaqadir bir manzilga, ishga yoki bir dastavkaga ular tavsiya qilingan holatlarda talab qilingan so'zlarimiz ham orqa ham ishlaydi. kontrollari va zadniy rejimlari bor. Rejimlari bor ekan. Bunimiz narxi 5 million 800 ming so'm shu bergan xonasi bor bunda. 5 million 800 ming ekan, kamaytirib berishadi. Bunimiz o'sha shunday modelli kattalar ekan. Kattasi bu
uni to'q qo'ymaysan. Bundan tashqari servis xizmatlari ham bor. O'zbekiston bo'yicha dastavkalari ham bor. Yana ehtiyot qismlari zapchastlar sotiladi, nima qilinadi deyapmiz. Zapchastlarni ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Bor bu akkumulyatorlari to'ldirib qolgan bo'lsa yoki akkumulyator zarur bo'lgan bo'lsa 2026-yilda chiqarilgan yangi akkumulyatorlarni yopib qo'yganmiz. Servis xizmatlari mavjud. Servis xizmatlarida bemalol o'rnatilgan akkumulyatorlarni ko'rishlardan nobodda akkumulyatori o'lgan skuterlarga akkumulyator zarur bo'lsa, unga ham murojaat qilaverar ekansizlar. Hop, skuter haqida ma'lumot berdik. Mana hop, Abada Kids brendi ostida ishlab chiqariladi. Telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Videoga like bosib esdan chiqmasin.